Bilasanmi, Cristiano, biz bitta narsa topib oldik. Menimcha sen ham hali uni ko'rmagansan. Bu Portugaliyaning televideniyasiga 2004-yil otang o'limidan 1 yil oldin va Euro 2004 finaldan oldin berilgan intervyu edi. Agar qarshi bo'lmasang, o'sha videoni ko'rsak, yaxshi bo'lardi. Marhamat. Oilamiz, do'stlarimiz va bu yerdagi insonlar juda ham xursand. Men finalga borib o'yinni ko'rishni juda ham xohlardim, lekin men juda ham hayajonlanib o'zimni asabiy his qilaman. Shuning uchun uyda, televizorda ko'rganim ma'qulroq. Onasi esa boradi, chunki u Cristianoning shaxsiy qo'riqchisi. U unga bor mehrini beradi. Men o'g'lim bilan juda ham faxrlanaman. Nima bo'ldi, Cristiano? Men bu videoni hech qachon ko'rmaganman. Nima sen uchun juda ham ta'sirli bo'ldi?